Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Aziz Saraosiyoliklar uchun bugun juda ko'tarinki kayfiyatda bir tadbir skor etgan Saraosiyo aeroporti ochilish marosimi. Ayni daqiqalarda mana tuman hokimi so'zga chiqib o'z fikrlarini bildirmoqda. Bu barcha uchun qulay, shinam, eng zo'r yangilik bo'ladi biz uchun. Dastlab loyiha qilindi, joy tanlandi. Mana barcha qulayliklarga ega aeroport qurildi. Hamma sharoitga mana keyin o'zlaring ko'rdilaring 72 o'ringa ega bo'lgan fuqaro aviatsiyasi samolyotga qo'ndi. Barcha shart-sharoit yetarli degan talablar qo'yilgandan keyin mana 30-may kunidan boshlab, ya'ni bugundan boshlab fuqaro aviatsiyasi to'liq qayta tiklandi. Buni yanada rivojlantirish rejalashtirilgan. Buning uchun davlatimiz rahbariga, viloyat hokimimizga, transport vazirligiga, O'zbekiston havo yo'llari hamda o'z aeroport kompaniyasi rahbarlariga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana bu yerda bugungi tadbirda respublikadan, vazirliklardan ishtirok etishyapti. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari mana Go'zalova Samiyeva qatnashyaptilar. Jamoatchilik vakillari qatnashyapti. Hammasida xursandchilik. Saraosiyoni bu yutug'idan hamma xursand. Mana hududlarda, ya'ni tuman shaharda, viloyat markazi bo'lmagan tuman shaharlarda o'zini aeroportiga ega bo'lmagan tumanlar juda kam. 208 ta tuman shahar bo'lsa, mana Saraosiyo tumani ham bugun 6-tuman maqomini oldi. Bu ham katta narsa, katta imkoniyat bo'ladi. Shu fursatdan foydalanib, barchalaringizga mana Saraosiyo tumanida aeroport ochilganligi bilan xalqimizga xizmat qilish bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar. Bu tadbirda viloyat hokimimiz Ulug'berdi Qobilovich alohida salomlarni yetkazdi. Saraosiyo tumani aholisiga, shu hududda tadbirda qatnashayotgan barcha aholiga mening salomimni yetkazing derdi. Viloyat hokimimizga ham salomni yetkazamiz. Hammalari sog' salomat bo'linglar. Saraosiyo tumanidagi aeroport xalqimizga xizmat qilsin, uzoq yillar sog' salomat bo'linglar. Surxondaryo viloyatidagi Saraosiyo tumani rivojlanib, eng oddiy tumanlardan bo'lsin, viloyatimiz yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lsin. Respublikamiz, davlatimiz dunyo arenasida eng yuqori mavqega ega bo'lganda biz quvonib yuraylik. Shu fursatdan foydalanib hammalaringizga tabriklayman. Muborak bo'lsin aeroportlar.